Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Allahumma hdina ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat, aziz mo'min musulmonlar. Mana bugun Allohning marhamati bilan Zulqa'da oyining 7-kuni 24-aprelda Navoiy viloyatidagi yangitdan qayta qurilgan, qayta tiklangan joriy yilning Ramazon oyining dastlabki kunlarida foydalanishlikka topshirilgan Oqtosh jami masjidida siz azizlar bilan Juma namozini ado etishlik uchun kelib turibmiz. Hammalaringizga muftiy hazratlari, shayximiz Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining nomlaridan duoyi salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatda masjidlaringiz o'ziga xos bo'libdi. Navoiy shahriga shunaqa bir ko'rkam, hamma tomonlama namozxonlar uchun qulay sharoitlarga ega bo'lgan, keng namozxonlarni qamrab olish jihatidan shunaqa bir chiroyli masjid kerak edi. Alhamdulillah, Alloh taoloning marhamati bilan mana shu masjid barpo bo'ldi. Mana hozir yo'l-yo'lakay kirib kelar ekanmiz. Viloyat bosh imom xatiblaridan Temirxon Eshonboqdan va bu masjid imom xatibi hamda viloyat bosh imomining o'rinbosarlari domlamizdan so'radik. Bu kishilar aytishdiki, homiylarimiz Navoiy viloyatidan bugun aytaylik turli tadbirkorlik faoliyatlar bilan shug'ullanayotgan hamshaharlarimiz, qadrdonlarimiz o'zlarining saxovatlari-yu xayriyotlari bilan mana shu masjidni bino qildilar deb bizga ma'lumot berishdi. Xususan Dilshod hoji domlamiz imom xatibimiz. Baraka topishsin. Hammalarning mana shu qilgan xizmatlarini Alloh ajrini bersin. Juda ham ixlos bilan, samimiyat bilan, savob umidida o'zlari tug'ilib o'sgan shaharlariga bir hissalarni qo'shish niyati bilan bino qilganliklari ko'rinib turibdi. Undan tashqari xizmat qilgan ustolar, hasharchilar, xayrixohlar va shu joyda bir masjid obod bo'layotganini ko'rib xursand bo'lganlar, bugun masjidni namoz ibodat bilan, jamoat bilan obod qilib turgan siz azizlar va bugun O'zbekistonimizda masjidlarni obod qilishlikda bosh-qosh bo'lib turgan davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimizni va bu joylarni hujjatlarini rasmiylashtirishlikka yaqindan ko'maklashgan hamma mutasaddilar, Alloh taolo hammalarni ajrlarini mukammal qilib bersin. Allohga shukr. Bu yil Ramazon oyida juda katta bir yaxshiliklar bo'ldi. Imom Buxoriy majmuasi masjidi va mana bu kabi har bir hududimizdan, har bir viloyatimiz, shaharlarimizda va bunaqa obod masjidlarni xalqimizga, namozxonlarimizga ibodat uchun bino qilib topshirildi. Allohga shukr.
Allohga shukr. Bugun siz azizlar bilan har qancha xursand bo'lib suhbatlashadigan bir mavzu tanlangan. O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan Imom Buxoriy buyuk alloma degan mavzu bugun. Bobo kalonimiz. Alhamdulillah. Bu Navoiy viloyati. Biz shunaqa bir joyda joylashgan, hozir juma namozini o'qishlikka taraddud qilib turibmizki, bu Buxoro bilan Samarqandning o'rtasi. Bir paytlar Karmana hududlari markaz bo'lgan. Amir Olimxonning otalari Abdullahadxon mana Qosim Shayx hazratlarining yonlarida dafn etilganlar. Bu Buxoroy Sharif bilan Samarqandning o'rtasidagi bir joy. Ajab emas. Ajab emas. Imom Buxoriy bobomiz Buxorodan Samarqandga kelayotganlarida albatta bu Navoiyda Karmanada to'xtab o'tgan bo'lishlari kerak. Chunki yo'l bo'lgan bu. Hamma to'xtab o'tgan. Yo'ldan o'tgan karvonlar u, yo'ldan o'tgan yo'lovchilar, otliqlar hammasi bir to'xtab, shu joyda aytaylik bir necha kun turib, bu joydagi Karmana bog'larda dam olib, keyin yo'lda davom etgan, to'g'rimi? Bu tarix bu. Demak, ana shunday bir tarixiy joyda bugun yangi bir Oqtosh deb nomlanadigan masjidda ma'ruzamizni qilyapmiz. Bo'lib ham Imom Buxoriy hazratlari to'g'risida. Imom Buxoriy hazratlari hijriy sana bo'yicha 194-yilda Ramazon oyining 13-kunida dunyoga kelgan ekanlar. Bu milodiy kalendarimiz bilan 810-yilning 20-iyun kuni bo'lgan ekan. Buni qarang. Hozir 2026-yil bo'lsa, Imom Buxoriy hazratlarining tavallud topganlariga milodiy taqvimimiz bilan, kalendarimiz bilan 1216 yil bo'libdi. Mana hademay 2 oydan keyin 20-iyun bo'ladi. Endi hijriy sana bilan 194-yil bo'ladigan bo'lsa 1256 yil. Shunaqami? Hijriy sana bilan milodiy sanani farqi bor-da. Har 36 yilda bir yilga farq qiladi. Chunki 10 kun har yil surilib keladi. Ana shuncha yil bo'pti. Bu degani 13 asr degani. 13 asr. Juda katta sana bu. Asrlar. 13 asrdan beri Imom Buxoriy hazratlarining obro' e'tiborlari, shon va shavkatlari, u zotning maqomlari yildan yilga ortib boryapti, ziyoda bo'lib boryapti. Mana shu yil Ramazon oyining, Ramazon hayit kuni Imom Buxoriy majmuasining yangi bir ko'rinishdagisi o'z faoliyatini boshladi. Muftiy hazratlari boshchilik Ramazon hayiti o'qib berildi. Ko'pchiligingiz hazratimizning ma'ruzalaridan
u kishining nutqlaridan eshitgan bo'lsangiz kerak. İmom Buxoriy hazratlari aynan Ramazon hayiti kuni olamdan o'tib janozalari o'qilgan bo'lsa, oradan 1200 yil o'tib aynan Ramazonning hayiti kuni yangitdan barpo bo'lgan İmom Buxoriy majmuasi, ilm shahri, nur taralib turadigan bir maskan ochildi. Birinchi Ramazon hayiti o'qildi va nur ustiga nur bo'lib, juma namozi ham o'sha kunga to'g'ri keldi. Bu kabi kunlarni arablar idayn deydi. Ya'ni ikki hayit kuni deydi. Ramazon hayiti ham katta bir tantana va juma namozi ham mo'min musulmonlar uchun juda ham bir sharafli ibodat. Ana shu ikkita ulkan ibodat bir kunga to'g'ri kelgani ham bejizga emas. Bejizga emas. Bu Allohning marhamati va o'sha joyning obod bo'lishi xolis, yaxshi niyat bilan, katta bir ezgu maqsadlar bilan boshlanib itmomiga yetganining dalolatidir azizlar. Zero bu dunyoda hech bir narsa o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Tasodifan bo'lib qolmaydi. Hammasi Allohning amri, ilohiy dastur bilan amalga oshadi. Alhamdulillah. Demak, İmom Buxoriy bobomiz dunyoga keldilar 810-yilda. Bir xonadondaki, u xonadonning sohibi, ya'ni oilaning rahbari, otalari İsmoil. O'zlarining davrlaridagi olimlardan biri, ahli ilm bo'lganlar. Shu bilan bir qatorda haloli pokiza tijoratchi ham bo'lgan ekanlar. Savdo qilganlar, ilm o'qiganlar. Buni qarang. U kishini halollikka dalolat qiluvchi omillar juda ko'p. Lekin o'zlarining sakaratul mautda, ya'ni o'lim to'shagida yotgan vaqtlardagi bir so'zlari kitoblarga kiritilgan. Hozirgacha shu so'z hammamiz uchun, xususan tijorat ahli uchun juda ham katta bir ibratli so'z. Odatda inson sog' salomat o'ynab kulib yurgan vaqtida gaplarni gapiraveradi. U jiddiy qabul qilmaydi. Aytdimda, qo'ydimda deydi. Lekin o'lim teshagida yotganda, umrining oxirgi damlarida uning huzurida o'lim farishtasi-yu, uning ruhini qabz qilib olib ketadigan maloikalarni ko'rib turganida rost so'zlaydi. Rost so'zlaydi. Ho yaxshi gap bo'lsin, ho yomon gap bo'lsin, yolg'on gapira olmay qoladi. Ana İmom Buxoriy Muhammadning otalari Ismoil nima degan ekanlar? La a'lamu fi mali dirhaman min haromin wala shubhatin. Shu moli mulkimda biror bir tanga, biror bir dirham harom yoki shubhalisi aralashganini bilmayman degan ekanlar. Buni qarang. Savdogarlar, tijoratchilar, pul oldi berdi bilan shug'ullanayotganlar yaxshilab eshitib qo'ying. İmom Buxoriy nima uchun İmom Buxoriy bo'lganlar? Otalarining gapini eshiting. Shu tijoratimda, mol mulkimda, aylanma mablag'imda biror bir dirham harom yo shubhalisi borligini bilmayman degan ekanlar. Ana shunday zot bo'lganlar bu kishining otalari. Endi onalarichi
onalari. Ismlari Fatima bo'lgan. Judayam bir haloli pokiza, iboli, iffatli, xo'jayinning xizmatini qilgan, uyim degan, ro'zg'orim degan, bolalarning tarbiyasida shug'ullangan, ibodatli bo'lgan va farzandlarning tarbiyasiga judayam e'tibor bilan, ahamiyat bilan yondashganlar. Bugun bizni ko'rib eshitib turgan mana kelinlarimiz eshitib qo'ysinlar. Onalar bilib qo'ysinlar. Imom Buxoriy nima uchun Imom Buxoriy bo'lganliklariga ota-onaning ham xizmati va hissasi juda ham katta bo'lgan. Tarix kitoblarimizda yozilishicha, Imom Buxoriyning onalari biror marta tahoratsiz Imom Buxoriyga ko'krak bermagan ekanlar. Chaqaloqlarni bilasiz. Yarim kechasi uyg'onadi. Yarim kechasi qorni och qolib bezovta bo'lib yig'laydi. Ana shu shirin uyqusidan voz kechib, onay mehribon turib, tahorat olib kelib, keyin Bismillahirrohmanirrohim deb savob umidida ixlos bilan bolalarni boqar ekanlar. U paytda mana hozirgiday sharoit bo'lmagan. U paytda mana suvni ochsa issiq suv kelmagan. U paytda mana yoqsa chiroq yonmagan o'z-o'zidan. Lekin ixlos shunaqa bo'lgan. Ana shunday oilada dunyoga kelganlar Imom Buxoriy bobomiz. Yuqorida aytganimizdek, u kishining ismlari Muhammad bo'lgan. Otalarining ismlari Ismoil bo'lgan. Shuning uchun ham Muhammad ibn Ismoil deyiladi. Muhammad Ismoilning o'g'illari. Endi Al-Buxoriy deyilishligiga sabab Buxoroda tavallud topganlar. Buxoroda. Buxoro mana yaqin-ku. Navoiydan 80 kilometr ha? 100 mi? Aylanib borsangiz 100 da. To'g'ri chizib tortsangiz 80. Xo'p, 100 bo'lsin. Baribir yaqin. Nima? Mashinada 1 soatlik yo'l. Alhamdulillah. Buxoroga borsanglar bilib qo'yinglar. Shu masjidi Kalon bor-ku, katta masjid. Shu masjidi Kalonning qibla tomonida, mehrob tomonida. Shundan o'shani orqasiga o'tsangiz, shu yerda bir mahalla bor. Imom Buxoriy hazratlari ana shu mahallada dunyoga kelgan ekanlar. O'sha mahallada dunyoga kelgan ekanlar. Tabarruk bir joyda, tabarruk bir zaminda. Shuning uchun ham bizning ulamolarimiz vatanparvarlik nuqtai nazaridan o'zlari tug'ilib o'sgan shaharlarning nomlarini qo'shib aytganlar ismlariga. Va boshqalar ham shuni e'tirof etishgan. Bu ham bir vatanparvarlik. Buxorolik Muhammad ibn Ismoil degan nom bilan musharraf bo'lganlar. Xo'p, dunyo keldilar chaqaloq. Onalari shunaqa bir muhabbat bilan tarbiyalayapti. Otalari halol pokiza luqma bilan boqyapti bularni. Bir oz vaqt o'tgandan keyin hali bu kishi chaqaloq. Allohning taqdiri bilan otalari olamdan o'tadigan bo'ldilar. Boya sakaratul mavti boya gapni aytganlar. Bir dirham borligini bilmayman molimda. Harom ya shubhaligidan deb. Keyin ayollarni chaqirdilar-da, ayolim dedilar. Ayasi, onasi, mani oxiratdagi safarim yaqinlashganga o'xshaydi. Lekin mana shu moli mulkim, tijoratim shu bolalarni ilm olishligiga xizmat qilsin, yetadi. Siz ham qo'lingizdan kelgan hamma xizmatni qiling, bolalarimiz ilm olishsin degan ekanlar.
Ko'rdingizmi? Mana otaning nasihati. Mana otaning vasiyati. Bu hamma otalarga taalluqli. Hamma otalarga. Va ayollari Fatima onamiz xo'jayinlarning mana shu nasihatlarini butun hayotlari davomida shu nasihatga amal qilgan ekanlar. Bolalarni kichkinaligidan darsga olib borar ekanlar. O'qitar ekanlar, ustozga olib borar ekanlar, kutib o'tirar ekanlar. Tarix kitoblarimizda aytiladiki, Imom Buxoriy kichkinaliklarida ko'zlariga nuqson yetgan. Ba'zilar aytadi yiqilib ko'zlariga bir narsa kirib ketadi. Ba'zilar aytadi yo bu o'zi shunaqa bir xastalik bo'lib ko'z xiralashadi. Ko'rish qobiliyat kamayib qolar ekanda, kitobni, xatni. Bundan afsus va nadomat chekkan onay mehribon kecha-yu kunduz joy namoz ustida Alloh subhanahu va taolodan farzandlarining dardiga shifo so'ragan ekanlar. Ko'rsatgan tabiblari-yu qilmagan muolajalari qolmagan ekan. Shunda tarix kitoblarimizda tush ko'rganliklari aytiladi. Tushlarda İbrahim aleyhisselam ya hadihi qad raddallohu ala ibnika basarahu bi kasrati duaik va bukaik deb aytgan ekanlar. Ey onaxon, ko'p duo qilganingiz, ko'p yig'lab yorganliklaringiz tufayli Robbingiz Alloh farzandingizning ko'zini nurini qaytardi deb aytgan ekanlar. Tushlarida shu bashoratni ko'radilar. Keyin uyg'onib, Allohga shukrlar qilib, darhol yana tahorat olib, joy namozining ustiga chiqib 2 rakat namozni o'qib, duolarni qilib kuzatar ekanlar. Go'dak farzandlari sekin asta ko'zining nuri qayta tiklanib yaxshi ko'radigan bo'lgan ekanlar. Alhamdulillah. Bo'lib ham qobiliyat yodlash shunaqa bir kuchli bo'lgan ekanki, bir ko'rganlarni, bir eshitganlarni yodlaydigan bo'lgan ekanlar. Yodlaydigan bo'lgan ekanlar. 10 yoshlarida mana o'zlari aytgan ekanlarki, siz necha yoshdan bu hadis ilmiga qiziqdingiz deb so'rashganda aytganlar, 10 yoshdan o'tganimdan keyin maktabdan chiqib dohiliy va boshqalardan dars olardim. 16 yoshga yetganimda Ibn Muborak va Voqiyning kitoblarini yod olganman deb aytgan ekanlar. 10 yoshlarda 70 ming hadisni yod bilganliklari aytiladi kitoblarimizda. Ulamolar bir joyda yig'ilishib, bir kishi kirib kelgan ekan olimlardan, sal ertaroq kelmadingizda 70 ming hadisni yoddan biladigan bir bolachani ko'rardingiz degan ekanlar. Shunaqa bola ham bormi? Ha, qani? Chiqib ketdi-da, qanaqa ko'rinishi deb orqalarida yetib olgan ekanlar. Bor Muhammad sizmisiz? Ha, Muhammad. Salom alayk qilib 70 ming hadisni yoddan bilasizmi? Ha, ustoz. Yoddan hammasinimi? 70 ming hadisni sanadlari bilan, roviylari bilan aytib bera olaman alhamdulillah degan ekanlar. Uni qarang. Bu juda katta kitob bu. Juda katta ilm bu. 6 yoshlarda Qur'onni yod olgan ekanlar. Ana 16 yoshga to'lganlardan keyin Buxorodagi ulamolar, xususan Abu Hafs Kabir, Hanafiy mazhabini O'zbekistonga olib kelgan, Mavron Nahrga olib kelgan zot. Abu Hanifaning nabira shogirdlari, Muhammad Shayboniyning shogirdi. Shu kishi aytgan ekanlarki, bolam, siz shu hadis yo'nalishi bo'yicha izlaning. Biz fiqhda ketdik, siz hadisda yo'nalishi bo'yicha izlaning, hadis ilmini o'rganing deb tavsiya qilgan ekanlar.
ilgari madrasalarda muayyan bir yil o'qitilmagan. Kimlardir 5 yil o'qigan, kimlardir 10 yil o'qigan, kimlardir 20-30 yillab yurgan. Toyinkim ustozlar siz bo'ldi yetishdingiz. Hamma ilmni olib bo'ldingiz. Bizdan oladiganingizni deb oq Fotiha berib, endi xohlasangiz boshqa joyda davom ettiring deguniga qadar yuravergan. Madrasaning ta'limi shunaqa bo'lgan. Ustozlar belgilagan. Bu kishi bu joydan oladigan ilmini oldi. Endi boshqa joyda davom ettirsin deb oq Fotiha berguncha shogirdlar yuravergan. İmom Buxoriy Muhammad ibn Ismoil hazratlari 16 yoshlarga to'lganlarida Buxoroda u kishiga mana shu yo'nalish bo'yicha ilm beradigan ustoz qolmagan ekan. Hammasi ilmni olib bo'lgan ekanlar. Keyin shu ustozlarning tavsiyalari bilan o'sha otalarning vasiyati onai mehribon katta bir g'ayrat, shijoat qilib o'g'illarini ilm olishi uchun Makka-i Mukarramaga olib ketgan ekanlar. Akalari Ahmad bilan onalari. Buni qarang. Bir onani g'ayratini qarang. Bir onani himmatini qarang. Buxoroy sharifdan Makka-i Mukarramaga borishni o'zi bo'lganmi? Otda, tuyada, piyoda, issiqda, sovuqda, yo'l xavfli, xatarli, yirtqich, qaroqchi. Juda katta g'ayrat bo'lgan bu, juda katta jasorat bo'lgan. Endi tushunyapsizmi nima uchun Imom Buxoriy hazratlari Imom Buxoriy bo'lganlar? Ana shu mashaqqatni, shu xavf xatarni zimmalariga olib bir ona ayol boshlari bilan shu xizmatni qilganlar. Imom Buxoriy hazratlari bilan birgalikda Makka ga borishdi. Haj ibodatini ado qilishdi. Hajdan keyin onalar bilan akalar ortga qaytdilar. Muhammad ilm olishlik uchun qoldilar. Shu qolishda Makkada, undan keyin Madina-i Munawvarada, Shom, Misr, Nishopur, Basra, Kufa, Bag'dod, Vosit, Marv, Ray, Balx kabi shaharlarga bir necha marotabadan borib 40 yil umrlari ilmiy ijod bilan o'tgan ekan. Safar, bir joyda bir hadisni eshitgan odamni eshitib qolsalar, qancha uzoq bo'lishidan qat'iy nazar borar ekanlar. Borganda ham to'g'ridan to'g'ri uchrashib, to'g'ridan to'g'ri aytgan so'zni qabul qilib kelavermaganlar. Oldin yaxshilab o'rgangan ekanlar. Bu odam rostgo'ymi? Biror marta yolg'on gapirmaganmi? Ishonsa bo'ladimi? Kimlar bo'lgan shu hadisni eshitganda atrofida? Ular ham tasdiqlaydimi? Ana shunaqa bir mashaqqat bilan bu ish izlanganlar. Bu juda katta mehnat. Juda katta himmat. Mana hozir tahlil qilib aytayapti olimlar. Hozir. Mana shu kecha kunduzdagi tezlik, shu kecha kunduzdagi qulaylik, texnika, texnologiya, kompyuter, internet. Shu kecha kunduzda Imom Buxoriy hazratlarini qilgan xizmatlarini qilishlik uchun 200 nafar yetuk olimlar shu tezlik bilan 200 yil xizmat qilish kerak ekan. Bu Allohning barakasimi? Barakasi. Imom Buxoriy hazratlarining Sahihul Buxoriylar 20 dan ko'p asarlari bo'lgan. Lekin eng gultoji Sahihul Buxoriy. Sahih hadislarni to'plagan kitoblari. Arablar nima deydi buni? Al-avvalu ba'dal avval. Birinchi manbadan keyingi birinchi manba deydi. Ikkinchi manba ham demaydi uyalib. Birinchi manba ilohiy kitob Qur'on. O'sha birinchi manbadan keyingi birinchi manba bashariyat insonlar tomonidan ta'lif etilgan
birinchi kitob deyishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zlarini, Rasulullohni muborak og'izlaridan chiqqan kalimalarni sofligini ta'minlab tayyorlab berib ketganlar, Alloh rahmat qilsin. O'zlari aytgan ekanlar, "Men hadis ilm bilan shug'ullanardim va boshqa ilmlar bilan ham shug'ullanardim. Bir kuni tush ko'rdim" deydilar. Tushlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam istirohat qilib dam olib yotgan ekanlar. Muhammad ibn Ismoil u kishining tepalarida yelpig'ich bilan muborak yuzlarini yelpib turgan ekanlar. Bir chivin qo'nmasin, bir narsa ozor bermasin deb. Rasululloh rohatlanib istirohat qilsinlar deb. Shu tushlarni keyin ulamolarga, ustozlarga aytibdilar, shunaqa tush ko'rdim. Tush ta'birini biladiganlar aytgan ekanlarki, siz Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning sunnatlarini, hayot yo'llarini, Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning hadislarini sofligini ta'minlab beruvchi ekansiz. Siz hadis yo'nalishida ilmiy ijod qiling deyishgan ekan. Ana shundan keyin Imom Buxoriy hazratlari 16 yilda shu asarlarni ta'lif qilgan ekanlar. Safarlarda yurib hadislarni jamlab kelar ekanlar-ku. Lekin o'sha kitoblarga ko'chirishlikdan oldin g'usl qilib, tahorat olib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning Masjidun Nabaviydagi marqatlari huzuriga borib, o'sha joyda 2 rakat namoz o'qib, keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida shu hadisni o'qib berar ekanlar. O'zlariga xos ishora bo'lgandan keyingina uni kitoblarga kiritgan ekanlar. Shuning uchun ham Imom Buxoriy bobomizning asarlari butun dunyo bo'yicha, u arablar bo'lsin, ajamlar bo'lsin, qaysi qit'ada bo'lishidan qat'iy nazar hamma tomonidan e'tirof etilgan, tan olingan shunaqa noyob asar hisoblanadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana shunday bobo kalonlarimizni biza bugun tarixlarni bilishimiz kerak. Bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Bir inson nimalar qilishi mumkinligi, nimalarga qodir ekanligini shu bobo kalonlarimiz ko'rsatib berganlar. Islom olamida 6 nafar buyuk muhaddislar bor. Imom Buxoriy bobomiz, Imom Muslim hazratlari, Imom Abu Dovud, Imom Termiziy, Imom Nasoiy, Imom Ibn Mojah. Mana shu 6 nafarlardan 3 nafarlari siz bilan bizning vatandoshlarimiz. Imom Buxoriy hazratlari, Abu Iso at-Termiziy hazratlari, Imom Nasoiy hazratlari ham o'sha ko'hna Urgench hududida istiqomat qilgan buyuk muhaddis. Ana shunday zotlarning avlodlarimiz alhamdulillah. Alloh taolo o'tganlarimizni rahmat qilsin, qolganlarni salomat qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin.